Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Men Ro'ziva Fatima Muratovna. Bugun sizlarga jahon adabiyotining eng detektiv zo'r asarlaridan biri bo'lgan Artur Conan Doyle qalamiga mansub Sherlock Holmes va uning sarguzashtlari asariga qisqagina buktyuber qilib beraman. Artur Conan Doyle 1859-yil 22-mayda Edinburgda san'at va adabiyotdagi yutuqlari bilan tanilgan irlandiyalik katolik oilasida tug'ilgan. Ingliz yozuvchisi ko'plab tarixiy, detektiv, ilmiy fantastik sarguzasht adabiyotining klassik qahramonlarini yaratgan. Adibning Sherlock Holmes va Dr. Watson sarguzashtlari bu jahon adabiyotidagi eng mashhur detektiv asarlardandir. Artur Conan Doyle Sherlock Holmes haqida jami 4 ta roman va 56 ta hikoya yozgan. Asarda ikki asosiy qahramon, zukko va tahlilchi detektiv Sherlock Holmes hamda uning sodiq yordamchisi, do'sti Dr. John Watson haqida so'z boradi. Voqealar asosan Dr. Watson nuqtai nazaridan bayon qilinadi. Niqob ortidagi narsani ko'ra bilish xufiyaning asosiy xislati deb ta'kidlaydi Sherlock Holmes. Bir kuni Sherlock Holmes va Dr. Watsonning oldiga Ellen ismli yoshgina juvon qo'rquvdan dag'dag'a titrab yordam so'rab keladi. Ellen singlisi Julianing sirli tarzda vafot etganini va endilikda o'zi ham shu qo'rquv ostida kun kechirayotganini so'zlab beradi. Ellen va singlisi Julia otasi o'lgandan keyin onasi turmushga chiqqan o'gay otasi Grimsey Roylott bilan yashashgan. Dr. Roylott yovvoyi va jahldor odam, Hindistonda shifokor bo'lib ishlagan. Keyin u yerdan qaytib kelgan. Julia turmush qurish arafasida bo'lganida bir kecha "Chiporlenta" deb qichqirib, sirli tarzda halok bo'ladi. Ammo uning tanasida hech qanday jarohat izi topilmaydi. Holmes va Watson Roylottning udbasiga borishadi. Ular xonada g'alati narsalarni payqashadi. Devorda hech qayerga chiqmaydigan ventilyatsiya teshigi, to'shak yonidagi qo'ng'iroq shnuri, lekin u hech narsaga ulanmagan va katta sandiq go'yo qush uchun yem saqlanar ekan. Bu narsalar Holmesni shubhalantiradi. U tunda bu xonada qolib, kuzatuv olib borishga qaror qiladi. Tunda Holmes va Watson xonani kuzatib yotishar ekan, to'satdan ventilyatsiya teshigidan chipor narsaning harakatlangani seziladi. Chiroq yorug'ida bu zaharli ilon ekanligi ma'lum bo'ladi. Sherlock Holmes o'zining aso tayog'i bilan ilonga hamla qiladi. Ilonni kaltaklaydi. Ilon jon holatda orqasiga qaytadi va birinchi duch kelgan o'ljasiga, ya'ni Roylottning o'ziga tashlanadi va uni chaqib oladi. Shu tariqa Roylott halok bo'ladi. Chiporlenta majoziy ma'noda qo'llangan bo'lib, aslida bu ilon, zaharli ilonni anglatadi. Dr. Roylott boylikka mukasdan ketib, qizlarining merosini, ulushini o'ziga o'zlashtirish maqsadida Juliani zaharli ilonga chaqtirib halok qiladi. Hurmatli kitobxonlar, Sherlock Holmes va Dr. Watson sarguzashtlari asarining qolgan hikoyalari ham bir-biridan qiziq. Jinoiy faoliyatni fosh etilishi, turli yo'llar bilan mantiqiy tahlillar asosida fosh etilishi barchani o'ziga jalb qiladi. Sizlarga ushbu asarni o'qib chiqishni tavsiya qilaman. Ushbu asar kitobxonda sabr-toqat, tahliliy kuzatuvchanlik, adolatparvarlik kabi sifatlarni tarbiyalaydi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.